Assalomu alaykum hamshaharlar, og'aynilar. Mana shu bugun mana bu yerda Go'zalkentda Chimboy degan joydamiz. Zakaz bo'yicha keldik. Bu penalambazimiz boshqacha bo'ldi hozir ko'rsataman. Demak, mashinamiz mana bu yerda uyni qilgan, bu yerda darvozaxona. Yaqin ham ismi Shuhrat degan adashimiz ekan. Bu tagidan mana strapilan tagidan armatura qo'yib bog'lab chiqqan. Strapilan tagidan. Endi shuni ko'rsataman qilib yotganimiz. Mana apparatlar. Bu yer mansardni tepada ham uy bo'lar ekan. Mansardni xona uy bo'ladi. Hozir mana shu yangilik bo'ldi. Endi bizda mana uni strapilan tagidan ko'rishman armatura bog'langan mana. Tak 20 30 bog'langan. Bog'lab chiqqandan keyin hozir kardon to'shab tashlab tagidan ko'rish vastalik reyka qo'yib chiqilgan. Endi mana shu yer pol bo'ladi-da, bu yer mana usti pol bo'ladi, o'sha mana orasiga mana shunday qilib 7 qilib qo'yib berdik mana shu yerga. 7 cm. Endi mana yerdan keyin o'zlari ustidan pol qoqadi. Tepa xona bo'lgandan keyin tepa pastdagi va issiq sovuqlar o'tmaydi. Bizga moshni bo'ldi mana. Bakoni chiqdi. Qotib qoldi mana, bakon mana. Moshni qotdi. Aynan falga kardon to'shadik, mana hozir falga to'shab chiqyapmiz, tepini qoqib tagin. Shunda qo'ydik mana strapilan orasiga. Bog'lasa issiq sovuqni o'tkazmaydi. Tagida boyagidan naryoqlar loshvoq bo'lgan ekan, mana naryoq loshvoq bo'lgan. Bu yerdan yoqqa o'tib bir chiqqan kalamiz bu tarafga o'tib yeya olmaydi, hech narsa qila olmaydi. Tiqir narsa biz quygan joyda bo'lmaydi. Endi mana shu yer o'zi kichkina joy, bir 2 kvadrat ekan. Bu yerda boshladik, hozir 1-2 soatda xudo xolasa tindiramiz. Mana shunaqa qilsa ham bo'ladi. Strapilan orasiga quysa. Faqat tagidan mana armatura qo'yish kerak. Shunga reyka qo'ysa ustida yuram olmaydi, reyka garanti yo'q. Mana armatura bog'lab chiqqan. 30 santimetrdan 60 santimetr bog'lab chiqqan. Ximar etmadi, zo'r bo'ldi mana, moshni bo'ldi. Ya bo'lsin. Mana shunday xizmat bo'lsa ham qilib beramiz. Penalambaz xizmati mana shunaqa strapilan orasiga quyib berilsa ham quyib beramiz. Xizmatlarimiz Samarqand viloyati bo'ylab. Telefon nomerlarimiz 90lik 287 0289 99lik 280 7050. Har doimgi telefon nomerlari. Xizmatlar bo'lsa xalq xizmatidamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Musofirda yurganlar xalq salomat bo'lsin. Pullarni to'ldirib kissalarga mana shunaqa chiroyli imoratlar, chiroyli mashinalar olish hammaga nasib aylasin. Sog' bo'ling.